bor. Assalomu alaykum qadrli boks muxlislari. Vakillarimiz ishtirokidagi janglarni tomosha qilishda davom etamiz. Hozirgina Hasanboy Do'stmatov ringga chiqib keldi. Dzyudochimiz g'alabasini qo'lga kiritgunga qadar ana shu jarayonni oxirigacha ushlashga majbur bo'ldik va bu holatni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, birinchi raundning dastlabki daqiqalari xitoylik raqibi Wu albatta Hasanboyga hozir jiddiy qarshilik ko'rsatishga urinadi, ammo biz bokschimizni qanday imkoniyatlarga ega ekanligini yaxshi bilamiz. Men bilan birgalikda yana Sardor Rahimov. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yana bir bor efirda sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Yana 4 nafar bokschimiz yarim final bahslarida keyingi bosqich, ya'ni final bosqich masalasini hal qilish uchun ringga ko'tarilishadi. Ulardan dastlabkisi hozirgina ilgari aytib o'tganlardek Hasanboy Do'stmatov Jonglin Vuga qarshi jang olib bormoqda. Bu ikki bokschi o'rtasidagi bu dastlabki to'qnashuv emas, bundan avval ham jang olib borishgan, turli darajadagi yo'l bosib o'tilgan. Buni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Va bu yog'iga endi albatta yurtdoshimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Aniqlik borasidagi jarayonni o'zingiz kuzatib turibsiz. Kutilgan o'sha taktik holat. Xitoylik bokschi imkon qadar oldinga tashlanishga harakat qiladi. Do'stmatov esa uni qarshi hujumda kutib olmoqda va o'zining asosiy aniq zarbalari bilan uni ortga chekinishga yana majbur etmoqda. Hozircha hammasi joyida, lekin xitoylik bokschining zarbalariga muxlislarning reaksiyasini eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Bu xoh tanaga tegsin, xoh himoyaga tegsin, bu jarayonni ular aniq zarba sifatida kuzatishmoqda. Ammo bizning muxlislar ham bor. Hasanboyning zarbalariga bo'layotgan reaksiyalar va o'zingiz ko'rib turibsiz, bu aniq zarbalar Do'stmatovning raqibini kanatga siqib kelgan holati va mana shu hujumning o'zidayoq xitoylik bokschi ikkita aniq zarbani o'tkazib yubormoqda. Menimcha Sardor buda hech qanday imkoniyat yo'q va bu kutilgan holat bo'lishi mumkin ham emas. Shunga qaramasdan bu astoydil harakat qilmoqda. Albatta Olimpiada chempioni, Vela Barker kubogi sohibi, Osiyo chempionini mag'lub etishga har bir sportchi orzu qiladi. Qolaversa, bu kabi yuqori darajada ishtirok etadigan bokschilar. Ammo takroriy lavhalar bizga namoyish etyaptiki, baribir Hasanboy Do'stmatovda o'ziga xos texnika bor va mana shu texnikasidan foydalangan holda hozir raqibiga imkon bermayapti. Aniqroq oyoq harakatlariga alohida e'tibor qarating do'stlar. Bu menimcha hozirgi paytdagi boksdagi o'ziga xos fenomen bo'lsa ham kerak. Uning o'sha yon tarafga o'tib ketishlari, hujum amalga oshirib, buning barchasi go'yoki bir to'lqinda amalga oshirilayotgandek cho'chimayapti bu raqibidan. Ya'ni Hasanboy Do'stmatovdan qanchalik boya haqiqatan to'g'ri e'tirof etdingiz. Hasanboy Do'stmatovning natijalari, ko'rsatkichlari oldida raqib sifatida turadigan har qanday bokschi bu bokschimizga nisbatan munosib jang o'tkazishga harakat qiladi. Men shuni yengganman degan gapni aytishni juda xohlaydi, lekin hozir emas, bugun emas, hali emas. Bunga hali ancha vaqt bor. Nasib qilsa mana shu uzoq vaqt davomida Hasanboyni mana shu tempda, mana shu formada kuzatishda davom etamiz. Eloriga kunduzgi bahslar boshlangan edi. Hozir Hasanboy zarba o'tkazib yubordi, javob qaytarish kerak. Jasurbek Latipov ringga chiqqanida aynan mana shu Yasir Chinar hakamlik qilgan edi turkiyalik referi. Omadli referi demoqchisiz. Boshlab berishi yomon emas. Endi Hasanboydan umuman shubha bo'lishi yo'q. Bizda hattoki o'sha Gamburgda o'tkazilgan jahon chempionatida ham finalda Yoannis Argelagisga qarshi kechgan jangni eslayman. Endi u yerda biroz o'sha kubalik bokschiga ham qaysidir imkon berishdi shekilli. Mana qarang, bitta zarba o'tkazib o'zi bir nechta zarbalar yo'llashi mumkin va yo'nalishlarni o'zgartirishi ajoyib tarzda. Hasanboy ko'p ham o'tkazib yuborish shart emas zarbalarni. Mana bunday javob qaytaradi. Qarang, xitoylik
sportchi har bir o'sha Hasanboyning zarbasiga imkon qadar o'z vaqtida javob qaytarishga urinmoqda. Endi bu yerda xitoylik Wuning imkoniyatlari chegaralanishiga sabab birinchidan o'tkazib yuborgan aniq zarbalari, ikkinchidan Hasanboyning himoyasi. Qo'l himoyasi ham, o'sha gavda himoyasi ham egiluvchanligiga e'tibor qiling. O'ng tomon, chap tomondan egilgan holda kirib bora oladi. Kamdan-kam bokschilarda uchraydigan mana shunday o'ziga xos taktik jarayon. Hasanboy esa buni asosiy qurol sifatida allaqachon yaxshi o'zlashtirib bo'lgan, shu sababli ham hozir bitta zarbani o'tkazib yubordi. Lekin ikkita zarba javob qaytardi chap qo'lida. Bilasizmi, bu nafaqat Hasanboyning o'ziga, balki uning oyoqlariga hozir diqqat bilan qaramoqda. Hasanboyning asosiy mana shunday o'ziga xos texnikasi yon tarafga o'tib ketib, chap qo'lda zarba berishi mana shunga imkon bermayapti. Mana shu uslubini, ammo Hasanboyda bundan tashqari yana bir qator texnik imkoniyatlari bor. Chap qo'lda ikkita zarba. Raqib ortga chekinayotgan vaziyatda, bu yerda kanatlar xalal berib qoldi. Zarbaga chap berishga. Ikkinchi raund. Bir maromda yaxshi o'tkazmoqda bu jangni. Bir jihat aytib o'tishimiz kerak. Hujum qilyapti-da, darhol masofani uzoqlashtiryapti. Hasanboyga zarba berish imkoniyatini bermaslik istagida, albatta. Xitoylik bu unchalik muammo tug'dira olmadi. Sal boshqacharoq kayfiyatni tasavvur qilgan edim, lekin yo'q. Ikki palla yuqori. Mana shunday qisqa ta'rifni berishi mumkin. Men biroz boshqacharoq fikr aytib bo'lardi. Hasanboy ustunlik qilmoqda, lekin men ochig'i bunday tarzda jang olib borishni kutmagan. Yana bir aytaman, tashmasam Toshkentda bular o'zaro jang olib borishgan. Xullas, bu bilan bundan avval Hasanboy Do'stmatov to'qnashish keldi. Garchant ustunlik Hasanboy tomonida bo'lsa-da, sekundantlar unga yana ko'rsatma berishdi. Berganda ham keskin, aniq, tushunarli ravshan qilib, biri o'ngdan borsa chapdan, chapdan borsa o'ngdan. Yana quvla deyotgan bo'lsa, ikkinchisi zarba yo'llashga imkoniyat berma, rejalashtirishga, hujumni boshlashga imkoniyat berma deb aytib o'tishmoqda. Boshidan bo'g'ib qo'ydi. Hali mana shu fikr tug'ilgan joyida yo'q qil, chalkashsin, nima qilishni bilmay qolasan degan ma'noda hozir Rahmatullo Ro'zoxonov fikr bildirdi. Hasanboyning qo'ldan keladi. Mana uning asosiy quroli. Ulgurmadi hozir oyoqqa nazar tashlashga, lekin javob qaytardi bu. Yo'q. Hozircha yetib bormayapti. Mana endi yetib bordi. Himoyaga yetib bordi. O'sha egiluvchanlik sabab bu yerda zarbalar seriyasidan qochib qolishga muvaffaq bo'ldi. Jab zarbasi bilan yaxshi ishlayapti bu. Uning xatosi joyida turib qolishligi bo'lyapti, qarang. Joyida turib qolganda Hasanboy darhol jazolayapti. Imkon qadar o'sha harakatchanligini yo'qotmaslikka urinmoqda. Endi joyida turmasa hujumni uyushtirish qiyin kechyapti-da, shuning uchun ham turib, to'xtab, aynan shu jarayonda juda ham kech qolib ketyapti. O'zi Hasanboy uchun ma'qul, qulay variant. Oldinga tashlanishi uchun nimaga ogohlantirdi? Bosh bilan xavfli harakat qildi Hasanboy. Lekin zarbasining tovushini biz ham eshitdik Toshkentdan turib. 1 daqiqadan sal ko'proq vaqt Hasanboy o'zini darajasini ko'rsatsa bo'ldi. Bu raqib katta muammo tug'dirish kerak emas. Bu qo'ldan kelgan barcha ishni amalga oshirmoqda. Mana shu kombinatsiyasini bermayapti, qarang, amalga oshirishga. Ikkita zarba yon tarafga o'tib ketgan holda zarbalarga chap berishga qo'yib qolish kerak. Tana qismiga zarbani o'tkazdi. O'ng qo'lda yana yetib oldi.
raqibiga chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba aniq mo'ljalga bormoqda. Hozir bu g'amtana qismiga zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Hasanboyga ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yon taraflama zarbalar biroz xavfli. Keskin ravishda hozir bosh bilan oldinga bordi. Hasanboy bunday tarzda ustunlik ega bo'lmoqda, tushunarli, lekin zarba o'tkazib yuborib harakat davom ettirish kerak emas. Hasanboy so'nggi 10 soniya qadar do'stlar. Masala hal bo'ldi. Rahmat va yana bir bokschimiz nasib qilsa finalda. Menimcha hisob 5-0. Boshqacha bo'lishligi mumkin ham emas. Juda yuqori tempda 3 ta raundni ham o'tkazdi. Aniqlik borasida ham, tashabbus borasida ham Hasanboy Do'stmatov xitoylik bokschiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Bu yerda boshqacha savol bo'lishligi ham mumkin emas. Umuman savol haqida gap so'z bo'lishligi mumkin emas. So'roq belgisini olib tashlaymiz. Yasin Chinar. Hasanboy Do'stmatov finalda 4-bokschimiz. Bunga-ku bizda hech qanday shubha yo'q edi. Shunga yarasha u ham jangda ishtirok etdi do'stlar. 5-0 kutilgan natija. Lekin baribir Sardor o'sha yuqoridagi gap xitoylik bokschidan sal boshqacharoq variantdagi jangni kutgan edim. Juda ham bo'sh. O'sha nisbiy olib qaraydigan bo'lsak, darhaqiqat juda bo'sh. Lekin menga bu jangda misol uchun buning mana shu turnirning o'zida o'tkazgan janglarni inobatga oladigan bo'lsak, bu jangdagi harakati ko'proq yo'q. Bevosita. Mana oldingilarida raqibi u darajada jiddiy bo'lmagandir. Jiddiy raqibga qarshi mana birinchi marta duch kelyapti desak, mayli siz aytgandek bo'la qolsin.